Qashqadaryo viloyatida ota jahl ustida telefonini otib o'z chaqaloq qizini o'ldirdi. Bu haqida Qashqadaryo ichida nashri xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 30 yoshli erkak Ko'ktala tumanidagi Sho'rquduq mahallasidagi choyxonalardan biriga turmush o'rtog'i va farzandlari bilan borgan. U yerda esa spirtli ichimlik iste'mol qilib, uyga qaytayotganda avtomobilni mast holatda boshqarmoqchi bo'ladi. Turmush o'rtog'i esa bunga qarshi chiqib, avtomobil kalitini bermaydi. Shundan so'ng erkakning jahli chiqib, qo'lida bo'lgan Redmi telefonini bexosdan uloqtiradi. Afsuski, telefon onasining qo'lida bo'lgan 7 oylik chaqaloq qizning boshiga tegib, og'ir tan jarohati yetkazadi. Keyinchalik esa chaqaloq zudlik bilan Samarqand shahridagi shifoxonalardan biriga olib borilgan. Biroq ko'rsatilgan tez tibbiy yordamlarga qaramasdan chaqaloqning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Sud hukmiga ko'ra, erkak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 107-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topildi. Hodisa ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgani inobatga olinib, erkakka 2 yil muddatga uy qamoq jazosi tayinlandi. Siz bilan Qashqadaryo Tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling.